Bilmasam, shu katakni oldidan o'tsam, menga qarab biram o'qirayadi. O'qirayotgani yo'q, o sizni qarg'ayapti ular. Duvoybat qilyapti sizni. Yaxshi ham bir tuxum izlab kirmabsiz-da katakka. Kirdim katakka. Mana ko'rdingiz, mana jarohatlar nimadan deysiz siz? Voy xudoyim. Mana qarang aka, jarohatlar ko'rsiz. Ko'rsatmang, bo'ldi. Hammasini ko'rsatishyapti. Bo'ldi. Ha singlim, bu ovqatni o'rni boshqa tovuq bilan xo'rozni farqiga bormaysizmi deyman. Voy o'lay. Ikki oyoqli shu oppoqqina qaradim, tag tubiga qaradim. Opa, uni farqlash uchun tagiga qarash kerak emas. Uni tojiga qarash kerak, tojiga. Tasavvur qila olmayapman. 40 ta xo'roz katakda bir-birini cho'qib yeb ham qo'ymabdi-yu. Yedimi? Ha, urush, janjal har kuni to'polon. Qo'ni qo'shni ham meni ustimdan jalba qilib portalga yozuvdi, 2 sutka qamalib ham chiqdim. Otasini molini bo'linmaydi. Muncha urush qiladi ular. Nimaga urush qiladi? Nima yetishmayapti? Hamma narsasi bor. Suv, hamma narsa. Sizga aytdi, tovuqning o'rni bor, ovqatning o'rni bor dedi, singlim.